Mana yangi 3 xonali uyimiz chiqdi. Mana kechqurun bo'lsa ham syomka qilyapmiz. Shu kimlargadir kerak shu uy. Shahar ichida Mid kollejning orqa tarafida remontdan chiqqan tayyor. Mana kirganimizda mana chap qo'lda sanuzeli bor. Vanna tualeti. Bu yoqda zali, bu yoqda spalnisi, bu yoqda detskisi mana. 3 ta xona. Hozir kirib ko'ramiz. Bu yoqda kuxnyasi. Keyin birinchi bu yoqdan ko'raylik. Mana o'tiradigan zali, konditsionerlari bor. Uyda ichida jihozi ko'p, kelishsalaring jihozlari bilan tashab ketadi. Mana marda hamma narsasi klamp bilan. Hozir men egasiga aytdim buni, tushuntirdim. Bu tashab ket, buni boshqa joyga olib borganing bilan tushmaydi dedim. Endi kelishasizlar, pulida kelishsalaring beradi. Mana tepada lyustralar, chiroyli. Tayyor uy remontdan chiqqan. Keyingi xonalarni ko'ramiz. Mana spalnisi. Mebellari bilan turibdi. Bu spalni xonasi, keyingi xonasini ko'ramiz. Detski xonasini. Mana detski xonasi mana 3-xona bu. Toza akkuratni turibdi. Katyollar ham qo'yilgan dedi. Отдельно o'ziga qo'ydirganman dedi. 15 million so'mga qildirganman dedi endi egasi. Xo'p, keyingi xonasini ko'ramiz. Xo'p, bu yoq tarafda mana kuxnyasi. Mana mebel mana kir mashinasi, xolodilnigi, gaz plitasi, tashkasi bor mana. Xo'p. Endi to'g'riga mana bu koridor mana kiradigan joyi. Bular to'shalgan. Koridor to'g'ridagisi. To'g'ridagisi. Mana vannalari ham qilingan, tayyor. Mana Ariston, mana katyolka, unitaz. Hamma narsasi tayyor ishlab turibdi mana. Dushlari, vannada qiladigan ishlari, mana plitkalar ham yangi qo'yilgan ekan, kafillar. Vannasi ham akkuratni turibdi. Narx-navosini egasi bilan gaplashasizlar. Hali menga ham aytmadi narx-navosini, endi o'zi o'ylab ko'rib gaplashasizlar. Tayyor uy.